Туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Машина сүйүүчүлөр, спринтер издегендер, азыр эми өзгөчө спринтер болуп атат. Ачыгын айтайлык, устаканага келип ушул жерден жүрүбөй калып, сатууга коюлду. Эми кызыккандар болуп калат. Андыктан ошол машина мингендерге жөнөтүп койсоңуздар жакшы болот. Бул эми мындай грузовой спринтер экен. Бул мотор жактары ушундай. Яловацкий номерде, кыргыз номер. 96 жылы. Агабыз негизи бул машинанын ээси үйүнөн келип албай калды. Ал сыракта жашайт экен. Уста агабыз толук маалымат берсин, кандай болгон машина. Баасы 480 миң экен. 96 жылы түшүп берем дейт. Дагы, короче, конкретно түшүп берем деп атат да. 480 миң рубль деп атат азыр. Чалпан сүйлөштүк. Номерлери менен тема коюп койгон. Устака, кандайсыз? Yaxshi, tuzing. Иштер жакшы. Кандай машина? Толук ачыгын айтып бериң. Bular klient mashinani постоянный remontga olib kelib tushirardi. Bir kuni qiziyapti deb olib keldi kechagina mashinani. Yaxshi qizdirishyapti. Galovkani qildirib kelamiz dedi. Prokladga alishtiradigan bo'ldik. Galovkani pressovka qildi, shlifovka qildi, yangi prokladga qo'ydik. Hamma o'tirdik, mashinani yurgizuvdik, mashina tutayapti, zvuk chiqyapti. Liba mashinada portion singan, liba ko'sasi singan. Shunaqa dovushi bor. Hozir hisobladi, bu odamga lutchi bitta motor qo'ygani yaxshi bo'lyapti, undan ko'ra sotaman deyapti. Agar o'zini qilsa ham bo'ladi, perebirat qilib beramiz. Agar xohlashadigan bo'lsa, o'zimiz qilib beramiz. Agar xohlasa motor olib kelib qo'yib beramiz. Agar o'zlari motorini olib kelsa, biz shu yerda qo'yib beramiz. Qirg'izistonda motorni o'zini egasi surishtiruvdi, где-то bir 100 ming qirg'iz puliga deb shuna deyishdi. Zbor motor olarkan xizmati 25 ming bo'ladi. 25 ming so'mga biz chiqarib, eski motorni chiqaramiz, yangi olib kelganini tiqib beramiz. O'zini chiqargan motorini ham, например, yarim pulga eplab sotsa bo'ladi. Qirg'izistonga jo'natib oladi. To'pli nasos chiqadi, bu ishning misol. Galovkasi bu ishning misol aniq chiqadi. Mesela galovka rабочий deb mexanikka borib kelgan. 1,5 yolchi pulga yaratsa bo'ladi-da, xullas mana eski motorni o'zini ham. 100 mingga u yerdan motor olib keladigan bo'lsa, Qirg'izistondan Mussoni 5-602 motordan oladigan bo'lsa, bunga uni qo'yadi, bundan chiqqan motorda ham yarim yolchisiga sotsa bo'ladi eplab pullar. Bu 4-5 tonna ko'taradi buni mashina. Ashtaqa 4 tonnali bo'lish kerak. Qo'shimcha list qo'shib, qisqasi usuliniy qilingan. Usuliniy gruzoperovozkaga imminda ishlaydigan mashina usuliniy qilingan. Hadovoy motorlari ham yo'q. Shunga moslashganda endi buni. Ustida o'shol jatib ketganga мүмкүнчүлүгү бармайагында, bu yoq shunday turibdi. Endi 3 anekli bunday cho'ng sprinterda bunday qiladi. 2 ballonda qo'sh ballonli, shu uzunidan. Qo'sh ballon deb qo'yadi-da buni. Letniy ballonda? Letniy, ballonlari letniy. Shunday ahvolda ichib beraman, nima qiladi? Ya, nari tomonni ochib qo'ydi. Bu yerdan olsa, naridan ko'rsa. Qiziqqanlarga jo'natib oldi. Ya, umuman shunday ekan, ko'rinish oldi bor ekan. Oldi borda, endi motorni qilgan uchun oldin chachganmiz-da buni. Keyin qo'yiladi, fara, ablisovka ham yo'q qo'yiladi-da boshidan. Bunday ko'rgazib Mashina shunday ahvolda, qiziqqanlar bo'lsa, chalib foydalanishingizlar. Jukka yaxshi biroq. Oңдоп bir qaratib olgan bo'lsa, bu mashina yaxshilab xizmat qiladi. Onlar mana shunday boshqa mashinalarni taqdirib, tamam, kim bo'lgan qurollarni bor degan bo'lsa, bu yerga qarab qo'yib, sotib ketdi bu narsalarni.